Dollar kursi ketma-ket ko'tarilishdan so'ng tushdi. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 25 fevral kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra, yevro kursi 73,02 so'mga pasaydi va 14.366,84 so'm etib belgilandi. Xitoy yuani esa 42 so'mga ko'tarildi va 1771,54 so'm etib belgilandi. Oltinning 1 grammi uchun narx esa 43.400 so'mga oshdi va 2.099.600 so'mni tashkil qildi. Rossiya rubli 0,1 so'mga tushdi va 159,09 so'mni tashkil etdi. Dollarning rasmiy kursi 48,45 so'mga tushdi va 12.187,68 so'mni tashkil qildi. TradingView ma'lumotiga ko'ra, bugun 24 fevral Toshkent vaqti bilan 16:00 holatida Bitcoin kursi 40.090.785 so'mga tushgan va 771.351.791 so'm etib belgilangan.